Real Madrid endi umuman maydonga tushmaydi. Nimaga deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, boshladik. Madridning Real klubi Ispaniya La Ligasi 28-turi doirasida Villarrealga qarshi maydonga tushdi va 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Qirollik klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoasi haqida mana shunday fikrni bildirdi. Agar bizga yana bir marta 3 kundan kam dam olish berishsa, umuman maydonga chiqmaymiz. Madrid klubi 12-mart kuni UEFA Chempionlar Ligasi 1/8 finali bosqichi doirasida Atletico bilan o'yin o'tkazdi. Oradan atigi 3 kun o'tib 15-mart kuni Ispaniya chempionati navbatdagi turida ishtirok etdi. Xo'sh, sizningcha endi Real La Ligada maydonga tushmaydimi?